Shoshilinch tezkor xabar. Afg'onistonning shimolida qariyb 7 magnitudali kuchli zilzila qayd etildi. Uning kuchi esa O'zbekistonning 12 ta viloyatida ham sezildi. Dahshatli fojia ortidan 267 nafar fuqaro vafot etdi. Oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor etamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Afg'onistondagi zilzila O'zbekistonda ham sezildi. 27-iyun kuni soat 18:34 da Afg'onistonning Badaxshon viloyatida 6.8 magnitudali, ya'ni balli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila o'chog'i 224 kilometr chuqurlikda joylashgan. Respublika seysmologiyalik monitoring markaziga ko'ra, yer silkinishi O'zbekistonning bir qator hududlarida sezilgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Surxondaryo viloyatida 4-5 ball bo'lgan. Shuningdek, Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 4 ball. Andijon, Namangan va Toshkent viloyatlarida 3-4 ball. Toshkent shahrida esa 2-3 ball bo'lgan, deyiladi xabarda. Diqqat, fojia. Kongoda Ebola qurbonlari soni 267 nafarga yetdi. Kongo Demokratik Respublikasi Ebola virusi bilan kasallanganlar soni 1048 nafarga yetdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 267 kishi vafot etgan. So'nggi bir sutkada yana 45 ta virus aniqlangan. 13 ta bemor hayotidan ko'z yumgan. Hozirda 371 nafar bemor shifoxonada davolanishmoqda. 112 nafari esa to'liq sog'aygan. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, kasallikning o'lim ko'rsatkichi 25,5% ni tashkil etmoqda, deyiladi xabarda.